onamizdek ko'zimiz oldiga keltiraylik. Haj qilishlikka loyiq emasmi? Nimaga? Chunki bu osonlik bilan dunyoga kelmagan bizda. Osonlik bilan kelmaganmiz. Agar farzand ko'rishlik kechikkanda eng ko'p yig'lagan ham shu ona bo'ladi. deb o'ylab qarang, meni dunyoga kelishimga shu onam yig'lagan ekan-u, mendan onam nima ko'rdi deb ko'ringchi. Shu Xudoga yuzlanib, qiblaga qarab yig'layotgan paytda mendaqa o'g'li bo'lishini Xudo xohlaganmi onam deb ko'ringchi. Xohlaganmikin sizdaqa bizdaqa o'g'il bo'lishini? O'g'illikka yalasha, o'g'il so'rab yo farzand so'rab yig'lagan ko'z yoshiga yarasha jay namozida o'tirib, yolg'iz joylarga kirib, ey Robbim menga farzand ber, bag'rimga bosay, ey Robbim menga farzand ber, beshik quchoqlay, ey Robbim menga farzand ber, oq sut beray deb bemor bo'lganda bo'lsa, kechasi bilan bag'riga bosib shirin uyqusini harom qilgan bizdan shuni o'ylaganmikin? Hamda o'yizgamda kelingchi, bizda qiyomatda onamizga ro'para kelsak, onamizni fikri, onamizni orzusi, onamizni umidini Xudomdek ko'rsatsa, biz onamizni orzusi, umidiga yetkazalyapmizmikin? Yetkazalganmidik? Nimani ko'rsatdik o'zi? Nimani ko'rsatdik? Va endi bolamizdan nimani kutyapmiz? Bahonani qarang. Bolalar, yomon bolalarga qo'shilib qoldi deydi. O'zingiz yomonmidingiz? O'rtoqlar aybdorda. Ikkita non ko'tarib kelmasa ham o'g'ilda aybdor qiladi. Hansa yomon bolalarga qo'shilib qolibdi-da. Ha, o'zimiz 2 dona non ko'tarib kelganmizmi? Olib kelganimizga minnat qilib tursak, topgan pulimizni indiydan kindikka bekitsak, yana ham cho'ntagimiz ko'p. U cho'ntagdan bu cho'ntakka, bu cho'ntakdan bu cho'ntakka yana o tashlaydigan joylarimiz ham bor-da. Endi qarangki, ona homilador bo'ldi deng. Onadan ko'ra baxtli inson yo'q-da. Qonini silaydi. Men ham ona bo'laman. Ona yig'lashlarini ayting. Endi u qayg'urib yig'lash yo'q, xursandchilik yig'lasa, men ham ona bo'laman. Tasavvurida bag'riga bosadi. Hali tug'ilgan yo'q, urug' hali. O qorinda bilingan ham yo'q, lekin qonini silab, hali men ona bo'laman deydi. Chiroyli liboslar olib beradi deydi. Yeganim oldida, yemaganim ketida deydi bechora. Yana orzu qilib qo'yadi. Hali hajlarga olib boradi, umralarga olib boradi deydi. Qani olib boryapsiz? Qani olib boryapsiz? Bitta 14 Pro Max ga onamiz umra qilib keladi. 14 Pro Max ga onamiz umra qilib keladi. Qildimi onamiz? Qilgan yo'q, lekin biz ishlatyapmiz-da. Shu yaxshilikmi? Onamizni qarangki, bola katta bo'lyapti, jigarni ezyapti, yurakni ezyapti, nafsi qisilyapti, nafas olishi bu qiyinlashyapti. Kechasida ham, kunduzida ham, yeyishida ham, halovatini kiyishida ham yo'qotyapti-da. Sani deb bo'ldi demayapti qoniga qarab. Balki, ey Robbim, bolamni salomat qilgin. Ey salomon, bag'rimga bosay, yuzimizga tushsin deb bechora onasi bolasini qonini silaydi. Agar doktor, agar shu bolani tug'siz o'las desa, bilasizmi nima deydi? O'lsam ham tug'aman deydi. Jonini beryapti-ya. Siz biz beralamizmi? Tasavvur qilib ko'ring, berala qiyin. 2 ta non ko'tarib kelmagan bola jonini beradi deb o'ylaysiz. Onani qarang, bechora jonini beryapti. Hamma nima ish bo'lsa qilaman deydi-da. Maktabni polini ham artadi bechora. Men bog'chani polini ham artadi, banisani polini artadi, ishxonani polini. Shu bolam boqay deydi. Lekin siz biz o'zimizdan kattani yasab, qirimizni chiqarib, onamiz qattiq non yesa, qattiq non yeyapmiz-da. Onamiz quruq non yeb, non choy ichsa ertalab, biz ham turib quruq choy non ichyapmiz-da.
Yoki o'rtog'imizga telefonlab ketdik, o'ramga bor, ichaylar, shilinib ketdi, bir maza qilib nonushta qilib kelaylik deb. Onamizchi endi qarangki, bola tug'ilyapti deng. Osonlik bilan tug'ilmaydi-da. Qarang, osonlik bilan tug'ilmaydi. Balki o'lib qolay deydi.